hammaga, jamiyatning har bitta a'zosiga ma'lumki, erkak bugun o'qituvchilik qilgisi kelmaydi. Juda agar noshud bo'lmasa yoki juda ham fidoyi bo'lmasa, boshqa ishni yomon ko'radigan odam bo'lmasa, o'qituvchilik qilmaydi. Chunki bu bilan bola chaqasini boqolmaydi, ayolining oldida e'tibor topolmaydi, jamiyatning oldida ham e'tibor topolmaydi. Endi bugun ana bitta yarimta o'qituvchini olib, bu mana $1000 oylik olyapti, bir balolar deb yuribdi, bu endi u ish emas u. U bitta yarimta odam hamisha uzilib chiqadigan odam, u boshqa odam, lekin jamiyat bitta ikkita odamdan iborat emas. U bir ana ijod maktabida yo prezident maktabida yo maxsus maktabdagina jamiyatga odam kadr tayyorlanmaydi. Jamiyatga odam yoppasiga tayyorlanadi. Va demak, chindan ham erkak o'qituvchini istidodli, ayniqsa erkakdir, ayoldir. Hatto bilib qo'yingki, o'qituvchilikka ayolning ham qobiliyatlisi o'qituvchilikka o'zini urmaydi. Lekin erkak o'qituvchi maktabga qaytmog'i uchun quruq targ'ibotdan tashqari avvalo moddiy imkon yaratish kerak. Shunda chindan ham juda hammasi jur'atli bo'lib ketar, bir narsa qattiq o'zgarish bo'lib ketar deb o'ylamayman. Lekin har holda istidodli odam, o'zining o'rniga munosib odam keladi va bu ta'limni tuzatadi. Ta'lim tuzalsa, jamiyat tuzaladi. Только пули свистят по степи.